Hayot quvonch va qayg'u aralashmasida, baxt esa faqat ovqatlanishdadir. Qani, tatib ko'ring, ovqatlar juda mazali. Ayra, sizlarning katta xo'janingiz qayerda? Hojatxonadami? Unga nega hammom kerak? Zombilar qiroli. Nihoyat siz keldingiz. Men shu yerdaman. Siz tegmang. Sharob qo'yilmoqda. Nima bo'ldi? Sizga yana biror narsa kerakmi? Juda yaqin. Juda yaqinmi? Bunday bo'lsa, hoziroq orqaga chekilaman. Shunchaki 3 daqiqa. Maylimi? Ha. Sizlar ham ovqatlanyapsizlar. Ovqatlanib bo'lgandan keyin idishlarni yuvishni unutmang. Albatta, siz yuvishingiz shart emas. Zombi bo'lsangiz ham bir oila kabi bir dasturxonda ovqatlanasizlar. Bu to'yimli, shundaymi? Kutilganidek, zombining yuragiga yo'l faqatgina oshqozoni bilan ekan. Nima bo'ldi? Yeb ichish va yotoq joyi tekin? Biftek. M12 mol go'shti? O'sha ahmoq bu rasmni shunchaki qo'yganda, hoynahoy uni qayerdadir zombilar quvlab yurgan bo'lsa kerak. U shunchaki soxta rasmlar bilan odamlarni aldayapti-da. Boshqa nima ham bo'lishi mumkin?